Uchburchakning asosining uzunligi 36 santimetrga teng. Asosiga parallel to'g'ri uchburchak yuzini teng ikkiga bo'ladi. Bu to'g'ri chiziqning uchburchak tomonlari orasidagi kesmasining uzunligini toping. ABC uchburchak berilgan. MN kesma uchburchak yuzini teng ikkiga bo'ladi. Ya'ni MBN yuzi S ga teng va AMN trapetsiyam yuzi ham S ga teng. Asosi 36 ga teng. Shu MN kesmani so'rayapti bizdan. Demak, dastlab asosiga parallel to'g'risi bo'lgani uchun bu burchagimiz, M burchagimizga esa A burchagimiz teng bo'ladi. B burchagimiz ikkita uchburchak uchun ham umumiy bo'lgani uchun uchburchak M B N uchburchagimiz o'xshash bo'lyapti uchburchak A B C ga. Demak, bu ikkita uchburchak o'xshash bo'lsa, MN ni A C ga nisbati S MBN ni S A B C ga nisbatiga teng. Faqat buni kvadrati. MN kesmani 36 ga nisbatan kvadrati. Hop, bu yuzamiz S ga teng. ABC uchburchakning yuzi S plus S ga teng. MN taqsim 36. Hop, bu degani 1 taqsim 2. Ikki tomondan ildizga olsak, 1 taqsim ildiz 2 ga teng. Bundan kelib chiqadi. MN kesmamiz 18 ildiz 2 santimetrga teng.